Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan juda ham dolzarb mavzulardan yana biri bu oldingi xochsimon bog'lamni avtoplastikasidan keyingi oyoq mushaklarini, o'sha ayniqsa son mushaklarini ozib ketishi, gipotrofiya haqida gaplashamiz. Juda ko'p bemorlarimizni bezovta qiladi bu narsa. Sababi oldingi xochsimon bog'lamida avtoplastika qilingandan keyin естественно oyoqqa brace, ya'ni o'sha artez toqiladi. Oyoq ma'lum bir haftalar, oylar mobaynida odatiy harakatdan cheklanadi. Shuni hisobidan mushaklarga bo'lgan talab kamayganligi uchun ular естественно sekin ozishni boshlaydi. Ya'ni misol tariqasida keltirsam, bitta inson fizik nagruskalarni har kuni berardi, ya'ni sport zaliga chiqib, mashq qilib va tosh ko'tarardi, uni mushaklari o'sgan edi. Lekin o'sha odam qaysidir sabablarga ko'ra toshga bormay qo'yadi, sekin mushaklari orqaga qaytib ozib, o'sha odatdagi odamdaqangi bo'lib qoladi. Xuddi o'shanday operatsiyadan oldin yaxshigina ishib turgan oyoqlar brace taqib, nagruska bermagan hisobidan keyin ozib ketadi. Естественно, bu bizga zarar, chunki biz oldingi xochsimon bog'lamni nima uchun plastika qildiryapmiz? Bemorni aktiv hayotga qaytarish uchun. Oldingi xochsimon bog'lamni plastika qilganimizdan keyin oyoq bunaqa ozib berib tursa, mышечный korset slabилashadi. Естественно, yangi ulangan payimizga nagruska ham oshib, uni qayta uzilishiga olib keladi. Bemor bo'lsa, o'sha odatiy aktiv hayotiga qayta olmaydi. Ya'ni operatsiyadan xohlagan natijasini ola olmaydi. Buni oldini olish uchun birinchi o'rinda bemorda operatsiyadan keyin sразу reabilitatsiya mashqlarini boshlash kerak. Bu men o'sha kanalimda bor. Oldingi xochsimon bog'lamda artroskopiyasidan keyingi reabilitatsiya to'plamlari. Bundan tashqari, конечно, albatta o'zingiz vrachingiz bilan bog'lanishingiz kerak, chunki hamma vrachda o'zini reabilitatsiya protokoli bo'lishi mumkin. Har bir bemor uchun даже farq qilishi mumkin. Xo'p, endi buni to'g'rilashda meni usulim qanday? Birinchi o'rinda sразу reabilitatsiyani boshlayman operatsiyadan keyin birinchi kundanoq va yangicha yana bitta sizlarga tavsiyam elektromiyostimulyator. Ya'ni o'sha mushaklarni elektr toki orqali stimullab turish hisoblanadi. Bu juda ham texnik juda yangilik emas. Mana saytda ham bu haqida juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Elektromiyostimulyatsiya haqida, ya'ni tok kuchi berilganda o'sha mushaklar qisqarib o'zini faoliyatini saqlab turadi. Bu apparatimiz uzun marketda bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin o'zingiz uchun. Ya'ni bunda foydalanish ham juda ham oson. Mana ichidan chiqadiganda korobkasining ichidan bitta blok pitaniyasi bo'ladi, zaryadlash uchun kabel, ikkita mana bu elektrodlarni ulash uchun kabel bo'ladi, 4 ta jami elektrod bo'ladi, instruksiyasi. Xo'p, ya'ni bunda yoqdingiz, rejimni o'zgartirasiz. Misol uchun scrappingga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha mushaklarni nima deydi, anaqangi qisqartirish uchun mo'ljallangan. Xo'p, undan keyin buni qo'yasiz. Buni salafandan chiqarib turib, o'sha o'zingiz qaytga reabilitatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, son mushaklariga qilmoqchi bo'lsangiz, son mushaklariga qo'yasiz. Baravariga 4 tagacha elektrod qo'yishingiz mumkin, lekin menimcha 2 ta ham yetadi. Undan keyin o'sha scrappingga qo'yib turib, mana o'zi daqiqasi 15 minut qo'yilgan. Plusni bosadigan bo'lsangiz, sekin-asta tok kuchlari qo'shilib boraveradi. Siz uchun komfortni qaysi biri? Misol uchun 7 komfortli bo'lishi mumkin, 6 yoki 8. Xullas kalom shu. Bitta seansingiz 15 minutdan kunda 2 mahal, 3 mahalgacha ham qo'yishingiz mumkin. Endi bu sizni xohishingizga, siz uchun qanchalik komfortli. Balkim boshida bir kunda o'sha 15 minut qo'yganingiz o'zi ham siz uchun yetarli darajada bo'lishi mumkin. Hammani bolевой пороги, hammani sezuvchanligi har xil. Kimlar uchundir bu неприятно bo'lishi ham mumkin. Xuddi chumali xurmalaganda juda ham boshida ajoyib his bo'ladi bu. Keyin yana bitta narsa, iloji bo'lsa, bu nimani qo'ya turganingizda oyoq nisbatan sal zgibaniyada tursa, yana ham yaxshi bo'ladi. Mushaklar o'shanda ancha bo'shashgan. Chunki bilamizki, oyoq to'g'ri holatda emas, oyoq nisbatan 30 gradusga bukilgan holatida biz oyoq son mushaklarimiz aynan rosa ham bo'shashgan holatida bo'ladi. Shunda приятныйroq bo'ladi yana ham mushaklaringizga. Xullas kalom shu usullarimiz, yangilarimiz, ya'ni mushakda ozib ketmasligi uchun elektromiyostimulyatordan foydalanish. Bundan tashqari reabilitatsiya,
brace'lardan to'g'ri foydalanish, ya'ni mana ko'rsatganimizdek brace, artez. Artezlarimiz ham bundan keyingi videomizda artezlar haqida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Artezni qanaqa turini tanlagan ma'qul, uni graduslarini qanchalik o'zgartirish haqida to'xtalib o'tamiz albatta.